Assalomu alaykum. Turon metal jamoasini aziz obunachilari. Sizlarga bitta yangilik ko'rsataman. Yangilik kat yo'limiz. Juda bahaybat ko'rinadi. Yonishlarini ko'rsataman. Garelkamiz retortni garelka. Hech qanaqa savmesniy emas bu. O'zimiz yasagan retortni garelka. O'sha Polsha garelkaga qarab imkon boricha birga bir qilib yasaganmiz. 50 kilovatlik garelka bu. Ishlashlarini ko'rib turibsizlar. Miyasi ham sodda miya, hamma tushunadigan. Mana oddiy bitta timer, keyin mana bunday termostat. Bu 400 gradusgacha seziladi bu. 80 ga qo'yganmiz, 51 gradusga chiqardi. Keyin ventilyatorni mana оборотini kuchaytirib pasaytiradigan bitta regulyator. Timer, termostat. Mana o'chirib o'chiradigan avtomat. Shu narsalar bilan jihozlangan miyasi. Bunaqa o'ta murakkab emas. Kim bo'lsa tushunib boshqarib ketaveradigan miya bilan jihozlangan. Sistemamiz endi hozir uyda ishlarini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Ustalar ishlayapti. 110 kvadrat topli polimiz bor. Keyin shuncha joyda plus 8 ta radiatorimiz bor. Har xil razmerdagi panelli radiator. Luchovый sistema qilingan radiatorimiz. Davleniya bilan ishlayapti. Davleniyamiz 0.8 почти bir davleniya ko'rsatyapti. Garelkamizda ishlashi. Biz suluqda ko'mirni hokasida ishlatyapmiz hozir. Mana bunday shebendi razmerida o'sha mayda hokalari ham bor. Mana uchib turganlar o'sha hokalari. Mana yonishi. Gazga o'xshab yonadi. Gaz ham bunaqa yonmasa kerak. Yoqqanimizga shu yarim soatdan o'tdi. Gradusni mana 50 ga chiqardi. Hozircha mana vaqtini ko'paytirib qo'yganman, 40 sekund. Ko'mir haydayapti, 11 sekund dam olyapti. Nimagaki suvlarni bitta qizdirib olish uchun mana shu holatda yonib tursa, tez suvlarimiz qizib olsa, keyin buni nastroykalarni o'zgartirib qo'yamiz. Ventilyatorni ham pasaytirib, bu dam olish vaqtini shunday ko'paytirib qo'yamiz. Misol uchun bir 3-4 minut dam olib turadi-da, bir 30-40 sekund ko'mir haydaydi. Mana dimoxotimizda umuman issiqlik yo'q. Qanday desam bo'ladi, bir iliq holatda, hech qanaqa qo'lni kuydirmaydi. Mana teplobmenligida 90% desak ham endi bir yolg'on bo'lar. 85, balkim 90% dir issiqlikda hammasini olib qolyapti teplobmenlikda. Buni ichlarini ham polni keyingi videolarimizda ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa, bizni kuzatishda davom etinglar. Mana o'sha kat yo'limiz tayyor bo'ldi. O'rnatdik. Yoqib ham qo'ydik. Bu bahaybat ko'ringani bilan mana. Bahaybat ko'ringani bilan bo'yi 1.30. Eniga 45.
Bunaqa uzunligi 1.60. Uzunligi 1.60, 1.70 ham chiqadi shekilli. Mana yonishlari. Chotga yonyapti bir maromda. Mana yonib bo'lgan narsalar mana tagiga tushyapti. Kul bo'lib. Mana shu uchib turgan narsalar tushadi pastiga. Uchib turgan narsalar. Ha, betida. O sitkasi bor. Mana ishlashlari. Bitta tempda ishlayapti. Zo'r. Xudo xolasa. Demak, xotimiz illimiliq. Faqat issiq bas. Mana ikkitadan nasos. Bu nasosimiz to'plib oldiki 110 kvadrat. Bunisi 7-8 ta radiator bor. Shu radiatorlardik. Zo'r ishlayapti.